Трехножка radarlarni o'rtali Toshkentdagi hamma lokatsiyalarni bitta ko'rsatib ketaman. Undan oldin videoga like bosib qo'yinglar. Birinchisi o'rtali legendarniy Drujbada. Mana bu karmashkani ko'ryapsizlar. Daraxtning oldida o'rtali trexnoshka turgan bo'ladi. Bu yerda esa Milliy bog' metrosi. Ikkinchisi o'rtali Novoy ko'chada, Chorsuga qarab ketaverishinglarda, o'ng qo'lingizda mana shu joyda o'rtali trexnoshka turgan bo'ladi. Uchinchisi o'rtali bundan ham qiziq. Oqtepada o'rtali imенно mana bu radar tagida trexnoshka turgan bo'ladi. To'rtinchisi o'rtali Yunusobod 17-balchan shunday to'g'risida mana bitta o'rtali trexnoshka turgan bo'ladi. Bu tomonda esa Taxtapuliga qarab ketish. Beshinchisi o'rtali Darxon, Hamid Olimjon metrosini bilasizlar. Anta o'rtali archalarning orasida trexnoshka turgan bo'ladi. Oltinchisi o'rtali eski Pushkinskida, imенно Maksim Gorkiga qarab ketayotgan yilda o'rtali mana bitta trexnoshka turgan bo'ladi. Yettinchisi o'rtali Tebr, ekopark shunday orqasida GAI xodimlari ko'ryapsizlarmi? O'shda trexnoshka turadi. Sakkizinchisi o'rtali Yangi O'zbekistonda eng ko'p qo'yiladigan trexnoshka o'rtali shu yerda bo'ladi. Hali o'rtali 9-10 ham bor. Ular o'rtali Sergeli tomonlarda, Hidli mostida trexnoshkalar bo'ladi.